Nomer alohida tema, mashina alohida tema. Assalomu alaykum Jack Motors YouTube kanali obunachilari. Mana bugun qurilish mahsulotlari sotuvchi firmamizga Jack X200 avtomobillarini berganmiz. Bugun mijozlarimiz fikrini o'rganish maqsadida ishxonasiga tashrif buyurdik. 3 ta avtomobillarimizdan 3 tasini bartaraf bo'lgan edi, bittasiga mana bunday furgon qilib yasattirib olishibdi. Mana hozir akamizning shofyorlaridan batafsil aniq mashina haqida ma'lumotlarni bilamiz. Aka, mashinalarimiz qanday yuribdi? Assalomu alaykum. Sartamasdan. Akamiz o'zi minib yurgan hozir. Mashinalarimiz yaxshi, rayonga chiqamiz. 5000 kilometrdan osha yurdim. Hali hech qanaqa muammosi yo'q. Zo'r, yaxshi minib yuribmiz. Yumshoq. Nechta tonna yuki bilan yuribsizlar aka? Endi bizga rasa bo'lsa 1 tonna chiqadi, bo'lmasam undan yengil. Agar og'ir anaqalarni ham oldik, unaqa anaqasi yo'q, muammosi yo'q. Yaxshi ekan, yuribmiz, zo'r. Rasudlari qanaqa bo'lyapti aka? Benzin yurishlarmi yoki propan o'rnatilgan ularga? Ha, propan o'rnatilgan. Propanni anaqasi shu bilan 400 kilometr yuribmiz 65 talik bilan. 65 talik bilan 400 kilometr 400 kilometr yuryapmiz. Hozirda apkatka holatda bo'lganimiz hisobiga mashinalarimiz 400 kilometr masofani bosyapti ekan. Keyin apkatkadan chiqqandan keyin probeglarimiz 500 kilometr urib beradi, xudo xolasa, sababi akalarimizda yengil yuk ekan. Yengil yuk bo'lgani hisobiga ham rasxodlari keyin yana ham pasayib boradi. Hadovoylari, yumshoqliklari, salonda qulayliklar keladigan bo'lsa, yaxshi, hamma yo'g'i zo'r ekan. Hadovoylari ham yaxshi. Mana shuncha kundan beri minib yuribmiz. 1 oydan oshdi olganimizga, 2 oy chop qolyapti. Minib yuribmiz, yaxshi. Hali hech qanaqa muammo chiqqan yo'q. 6000 cha yurib qo'ydik, 5000 dan oshiqroq yurdik. Avtomobillarimizda asosan qanaqa yuk toshilishi haqida qiziq bo'ladigan bo'lsa, akamiz batafsil ma'lumot beradi. Aka, mashinalarimizda hozir qanaqa yuklar toshyaptilar yoki mijozlarimiz sizdan qanaqa mahsulot sotib olish mumkin? Buni ham bir qator videomizni qo'shib ketamiz. Bazalt mahsulotlarimiz bor, Peneplex mahsulotlarimiz bor, stiklovatalarimiz bor. Hamma yo'q bor. Mana shu qurilishga nima ketsa, noldan boshlab hamma yo'g'imiz bor. Xabaringlar bor, hozir 31-yanvargacha Jack X200 avtomobillarimizning barcha modellariga aksiyalarimiz ketyapti. 16 ming so'mga har bir modelga xarid qilishingiz mumkin. Lekin bu firmamiz oldin aksiya narxida xarid qilmagan. Hozir ular bortli variantini 248 million so'mga xarid qilishgan. Siz hozir buni skidkada 31-yanvargacha shoshilib qoling. 31-yanvargacha 231 million so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Ya'ni naqd 16 ming so'm chegirma bilan xarid qilishingiz mumkin. Avtomobillarimizni xarid qilish uchun siz Jack Motorsning Andijon filialiga tashrif buyuring. 1 kun ichida nomingizga mashinalarimizni rasmiylashtirib chiqarib beramiz yoki batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing.